Bir ko'rganda vau deydigan shohona taom, lekin juda ham oson. Sizlarni ishontirib ayta olamanki, ko'rinishi ham, mazasi ham sizlarni lol qoldiradi. Buni yoqimli iforini his qilishingiz uchun albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Qo'ziqorinlarimizni yuvib tozalab, 10 daqiqa qaynatish uchun qo'yamiz. Shakli bir xil kartoshkalarni bo'laklarga bo'lib, qaynab chiqqan qo'ziqorinni suvdan olib qo'yamiz. Tillarang holiga kelguncha qizartirib olamiz. Ish jarayonining o'zida ishtahalar ochilishi aniq. Kartoshkalarni issiq holatida ukrop va chesnokni mayda bo'laklarga bo'lib aralashtirib qo'yamiz. Suz va pripravalar bilan shirali bo'lib pishayotgan tovuqni 10 daqiqa dimlab olamiz. Endi yarim tayyor go'sht bo'laklarini ham kartoshka ustidan joylaymiz. Idishimiz esa pechga kirish uchun qulay idish bo'lishi kerak. Qizil bulg'orlar taomga yana ham yoqimli iforni beradi. Ana endi boya suvdan olib qo'ygan qo'ziqorinlarni qizartirib olamiz. Bilamanki shu joyda sariyada qovurilayotgan qo'ziqorinning iforini his qilasizlar. Deyarli tayyor bo'lgan taomimizni ustiga falga 1 soatdan keyin pechdan olib, mazasiga o'zingizlar baho berasizlar. Bu taomga ortiqcha ta'rifning hojati yo'q. Yoqimli ishtaha.